Toshkent davlat agrar universiteti huzurida Innovet klinik innovatsion veterinariya klinikasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur loyiha Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalar. Chorvachilikda go'sht va sut mahsulotlari hajmini ko'paytirish, ularning sifatini nazorat qilish hamda ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Klinikada ultratovush va rentgen diagnostikasi, laboratoriya tahlillari, jarrohlik amaliyotlari, statsionar davolash hamda hayvonlarga parvarish xizmatlari kabi 20 ga yaqin veterinariya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, hayvonlarda uchraydigan xirurgik kasalliklarni operatsiya yo'li bilan davolash uchun maxsus jarrohlik ambulatoriyasi tashkil etilgan. Bu yerda amalga oshirilayotgan operatsiyalar real vaqtda onlayn tarzda auditoriyalarga uzatiladi va talabalar amaliyot jarayonlarini bevosita kuzatib, mutaxassislardan izohlar olish imkoniga ega bo'ladi. Klinikani tashkil etilishidan asosiy maqsad, ya'ni bizda ta'lim berilayotgan, bizda tayyorlanayotgan veterinariya meditsinasi, veterinariya sanitariya ekspertizasi hamda magistratura bosqichida veterinariya jarrohligi, hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, kinologiya va it kasalliklari yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarimizni yanada mukammal bilimli, keng dunyoqarashli va mukammal mahoratli, yuqori kompetensiyaga ega bo'lgan kadr bo'lib yetishtirishda bu kabi amaliy jarayonlarni faoliyat olib borishda ulkan hissa qo'shadigan bu kabi klinikalarni o'rni beqiyos hisoblanadi. Kafedrada veterinariya sanitariya ekspertizasi, hayvonlar mikrobiologiyasi va umumiy qon tahlili laboratoriyalari ham tashkil etilgan bo'lib, ular talabalar va ilmiy izlanuvchilarga zamonaviy texnologiyalar asosida tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatini yaratmoqda. Сегодняшний день в нашем университете Bugungi kunda universitetimizda kelajak mutaxassislari uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatlari yaratilgan. Xususan, yangi ochilgan veterinariya klinikasi yaxshi jihozlangan. Bu yerda talabalar hayvonlarning tashxis va davolash jarayonlarini kuzatishi, shuningdek, amaliyot ko'nikmalariga ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, universitetda zamonaviy laboratoriyalar faoliyat olib boradi. Masalan, mazkur laboratoriya hayvon mahsulotlarining veterinariya ekspertizasini o'tkazish uchun zarur barcha jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yerda tuxumlarni tadqiq qilish mumkin. Xususan, ularning sifatini avaskop orqali tekshiramiz. Bu maxsus uskuna tuxumning holatini aniqlashga yordam beradi. Talabalar qo'shimcha vaqtlarida ham laboratoriyaga kelib, amaliyot bilan shug'ullanishi mumkin. Bundan tashqari, universitetda tutchilik va ipakchilik yo'nalishlari bo'yicha ham ilmiy laboratoriyalar faoliyat yuritmoqda. Ularda pillachilikni rivojlantirish, tut ko'chatlarini parvarishlash va yuqori sifatli pilla yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bizning universitetimizda qishloq xo'jaligini barcha tarmoq sohalari bo'yicha ilmga asoslangan yangi tashabbuslar, yangi loyihalarni amalga oshiryapmiz. Mana bugun guvohi bo'lib turgan veterinariya yo'nalishidagi bizning yangi laboratoriyalarimiz, yangi veterinariya innovatsion klinikasi ayni mana shu mavjud masalalarga ilmiy yondashuv asosida yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan. Ma'lumki, hududlarda o'sha mahallalar darajasida ham bunday xizmatlarga ehtiyoj yuqori. Shu boisdan bizni ilmiy jamoamiz, talaba yoshlarimiz dual ta'lim tamoyillari asosida ham ta'lim olish bilan birgalikda xizmat ko'rsatish joriy etilyapti. Mutaxassislar ta'kidlashicha, universitetda tashkil etilayotgan bunday zamonaviy markaz va laboratoriyalar agrar sohada ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlab, tarmoqda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.